Bir minut saklı bitey. Qarindoshlar biraz kirib olgandan keyin sözümni boshlayman size. Biraz qarindoshlar kirib olsin. Ondan keyin sözümni boshlayman. Tunji qitim naq maydon qilganligim uchun biraz nima bo'lmasligi mumkin. Birinchi qitimda menimcha qarindoshlar xeyli kirdi deb o'ylayman. Unda bo'lsa gapimizni boshlaylik. Assalomu alaykum, hurmatli Sharq Turkistonlik qarindoshlar, barliq vatandoshlar, minglarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Bugun normalda mustaqil media bo'lgan Pidayi apandimning programmasini meni ko'p ko'rgantinglar. Bugun nimani o'zim qilyapman, naq maydondan taqtishni. Agarda ovozim yo'q yoki masalalar bo'lsa, asta yozib versanglar, men o'ngshivetsam. Agarda ovozim bo'lsa, ovoz bada versanglar, men tema kirkasam qarindoshlar. Shuning uchun bugun Pidayi apandim bilan bo'lgan vaqt to'g'ri kelmaganligi uchun buni o'zim naq maydon qilishga to'g'ri keldi. Shuni o'zim naq maydon qilib buni bildirmoqchi bo'lyapman. Hurmatli qarindoshlar, hammanglarning xabari bor, o'tgan bir qancha haftadan tortib intayin ig'ir shaklda talash tortishlarga sabab bo'lgan indigenous people masalasi hozirgi shu da'voninki qaysi yo'lga ketayotganligi ve qandaq xarakterdagi da'vo bilan mingyotganligini bizning asosiy tashkilotlarimizning xalqimizga nihoyat aniq oshkorlab berdi. Nihoyat aniq holda bu qitim bu indigenous people qilinganlik ve resmi dokladda avtonomiya talab qilinganligi ve xalqaro qonunda indigenous people'larning tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lish huquqining yo'q ekanligi qatorliq haqiqatlar bizning muhojirtimizni intayin qattiq bir silkindirdi. Shuning uchun bu qitim endi Dünya Uyg'ur qurultayining o'tgan yillardan tortib qilayotgan da'voning qaysi yo'lda mingyotganligini nihoyatmi aniq ko'rdik deb o'ylayman. Agarda qarindoshlar mushu ig'izda Uyg'ur tilida xalqimizga mustaqillik bizning yo'limiz deb Uyg'ur tilida degan bilan amaliyotda yozmachi materiallar, bayonotlar va dokladlarda nihoyatmi ochiq holda Xitoyning Uyg'urlarga avtonomiya berishini talab qilganligini ko'rdik. Va bu da'voda burundan tortib mingyotgan mushu ishlarni biladigan qarindoshlar, agarda bu ishlarga to'ygan bo'lsanglar, Uyg'ur tilida bir xil, ingliz tilida yana bir xil gap qilishga bundan to'yib zerikkan bo'lsak, ondan keyin mushu saylamlar, ya'ni Dünya Uyg'ur qurultayining iddaosi biz barliq xalqlarning, barliq Uyg'ur millatining manfaatiga biz vakillik qilamiz degan bir hem qonuniy hem siyosiy asosi bo'lmagan bir iddia bilan yuqorqidagi ishlarni qila oladi. Ben burun programmalarda Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibi bo'lish suhbatim bilan sizlarning bunda bir iddialaringlar ve bunda bir mashruiyatinglar yo'q. Bu iddialaringlar xato, qonunsiz ve g'ayri mashru degan edim. Shundan keyin 7-ci navbatlik Dünya Uyg'ur qurultayining qurultayida bir saylam, qo'shtan aqnishida bir saylam qilindi ve bu qitim reisning hech qanday o'ziga qarshi nomzodsiz saylanishi ve Dünya Uyg'ur qurultayining saylimiga, qo'shtan aqnishlik saylimiga kelgan vakillarning xalq tarafidan saylanmay, balki oldin bekitilgan shaxslarning kelishi ve saylam qilingan shaklda bir tanlash bilan yana o'z ichidan reis tanlashi ve vakillarning ko'pinchisining ayol jamoat o'tirishiga o'xshash berib qolgan bu tanlashidan, ya'ni saylam deyishga tilimiz bo'lmaydi. Dünya Uyg'ur qurultayi yana bir qitim Uyg'urlarga vakillik qiladigan mashruiyatni qonuniy ve siyosiy yo'ldan olmaganligini yana bir qitim oshkorladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar,
Bu toğrusida Dünya Uyghur Qurultayının avtonomiya deydiganligi toğrusida mesela 2011-yili men şu Amerikada içilgan Oliy Kengeşte avtonomiya asaqmamdı degan nurg'u vakillarning chiqib, nahayatimi cho'ng bir talash tortishlardan keyin avtonomiya tilga ilinmaydi deb qaror chiqqanligini bütün dalil isbotlar bilan xalqimizning oldiga qo'ygandim. Ammo shuningdan keyinmi yana her xil bahonalarni ko'rsatib, bu avtonomiya yo'lidan voz kechmaydiganligini Dünya Uyghur Qurultayı bir qitim emas, bir qancha qitim qayta isbotladi. Endi indigenous people meselesida bu narsa xato bo'lib qapti. Buni qilganlar shu davrda bir xatolik o'tkazibdi. Shuning uchun barliq xalqimizdan kechirim so'raymiz va buni eng tez suratda bu indigenous people'lar forumsidan chekinib chiqimiz deyishning o'rniga Dünya Uyghur Qurultayı biz yana davomli bu yig'inlarga qatnashimiz degan shaklda xalqimizni ilivetken tırnıqığı tanqımaydigan muamilda tutadiganligini yana bir qitim ko'rsatdi. Hammadan ichinishlig'i bu qitimliq 7-qitimliq qurultayda Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun İsa apandim 2 qitim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatimizga qarshi Xitoyning yenida turgan Gomindangning qo'chaq amaldori avtonomiyachi va gomindangchi İsa Yusuf Aliptekinning yo'lida izchil mangdiganligini, o yo'ldan hech tavranmaganligini o'z og'zi bilan dedi. Shuning uchun hech qanday demokratik prinsiplarga hurmat qilmagan holda o'zlari belgilagan er-ayol qatochiga o'xshash tanlanib kelingan o'zini belgilagan vakillar bilan reis tanlash faoliyati qilgan Dünya Uyghur Qurultayı va İsa Yusuf Aliptekinning yo'lida avtonomiyachi va gomindangchi yo'lida izchil mangadiganligini xalqning oldida ochiq oshkora deyilgan Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'ur millatining manfaatlariga vakillik qila olamdi. Bizni ajdodimizdan yani ecdadı kimning evladı ekanligimizdek bir şallık ecdadimizni ko'zga ilmagan holda chiqib bizni bir yovvoyi xalq indigenous people qilib qo'yib, yana bu qilib qo'ygandan keyin yana tehi xijilmay, izzat atmay, xalqning hech qanday savoliga javob bermay, yana biz bu yo'lda menishga davom qilamiz degan Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'urlarning manfaatiga vakillik qila olamdi. Men o'tgandagi bir programmada mundaq degandim qarindoshlar. Dunyoda 2 tane kuch bor. Bu 2 tane kuchning birisi Xitoyni demokratiyalashtirib, Xitoyni bir bozor qilib tijorat qilishni xohlaydi. Yana birisi Xitoyni tahdid ko'radi va Xitoyga qattiq qo'l tutishni, hatto Xitoyni parchalab etishni xohlaydi. Endi Xitoyni parchalab etishni xohlaydigan kuchlarning akademiklari va siyosatchilar bor. Bularning akademiklaridan birisi Andrew Sko degan kishi, doktor Andrew Sko, Amerika Dengiz Armiya istixborot bo'limida xizmat qilgan doktor Andrew Sko Angliyaning Oxford universitetiga berib 2018 yil bo'lsa kerak. Xitoyga qattiq muomala qilish kerak. Xitoyga biz uchun tahdid, uni parchalab etish kerak deb 4 soat leksiya so'zladi. Endi biz uchun bu intayin foydali, ya'ni dunyodagi Xitoyga qattiq qo'l tutadigan kuchlarning Xitoyni parchalab etish planini amalga oshirish uchun universitetlarda bu zihniyatni, bu fikrni yaratish uchun kuchi amaliyotda biz uchun foydali edi. Ammo Andrew Sko degan shu kishi bugun nima deydi, bugun nega keldi desak, sizlarda Uyg'urlarda mustaqillik talab qilganlar intayin ozga va mustaqillik talab qilamiz degan kuchlar intayin ojizga deb Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashdan voz kechdi. Amaliyotda rostilla Sharq Turkistonliklarda, Uyg'urlarda mustaqillik talab qilganlar shundoq ozmi? Rostilla mustaqillik talab qilamiz deganlar shu tashkilotlar shunda ojizmi? Amaliyotda undaq emas.
Əməliyyatda xalqның həmmisi müstəqillik tələb qılıdı. Amma bu xalqның avazı şu Andrews Kodek dünyadakı hər qaysı күшlərə toğru yetib berib atamdı. Bizge vekillik qılımız dep oturuğa kirib alğan, demokratiyadan qılçı xəbəri yox, özünü özü tallaydıgan, özüge qarşı kiçikkina fikir çıqqan medianı düşman görüdügan komünist kalladaki kişiler Uygurlarning avazını hazırki davada to'g'ri yetkizib atamdı. Unda qilmayvatıdı qarindoshlar. Uyg'ur tilida bizga mustaqillik alimiz deydi. Her test kelganda, bisim kelganda bir chiqib yog'andan biz mustaqillik yo'lida menyapmiz deydi. Amaliyotda yozmichi materiallarda, dokladlarda, hatta BBC'ning intervyusida mustaqillik alamsizlar desa, yo'q biz avtonomiya alimiz deganidek yazmıcı materyallarının hemmesi de aşında menyaptıdı. Şunun üçün aziz qarindoshlarım ve davaga yeni kirgan qarindoshlar belkim menimcha buni tushunib yetishga yetarli dalil ko'ydi deb o'ylayman. Ondan başqa davada burundan tatib bo'lgan ve davamlıq mushu ishlar qarshi inkas qaytirib noroziligini bildirgan qarindoshlarım. Bana bir gapni deytdilar davamlıq. Biz davamlıq qaqshaplı ötep kitemdi. Qo'limizdan bir narsa kelmamdi bu ishqa deytdilar. Endi qo'limizdan bir ish keladi qarindoshlar. Bu Uyg'urlarni, Sharqiy Turkistonliklarni ikki tilda ikki xil yakpayiga qilib, davarimizda monopol qilib, Xitoy demokratlarining oldida kuchuklanib, Uyg'urga kelgan vaqtida qapig'ini o'tirib zo'migalik qilib, mangan bu davaga xatim berimiz. Bunu qanday xatim berimiz? Aldınqı qitimda programmada biraz uçunu chiqarib qo'ygandim. Bu davanın egisi qandaydir bir pul berib atgan tashkilotlar yoki Tayvanlik, yana bir yerlik Xitoylar emas. Bu davanın egisi xalq. Bu davanın egisi xalqimiz. Agar xalqimiz Sharqiy Turkistonga mustaqillik deydikan, Dünya Uyghur Qurultayı olamdı, yeni bir solamdı. Xitayning 4 tenge pulu üçün ağzı kelganni jo'laydigan bu adamlarning 5'i 10 emas. Xalqimiz ularga haddini bildirdi. Ve bu qitim burunqidek qaqshapli qo'ymaymiz. Bu qitim qo'limizdan keladi ve haddini toza obdan bildirimiz qarindoshlar. Qanday bildirimiz? Hozir biz 2 tane narsa tayyorladik. Bu tayyorlaganda bu men tayyorlamadim. Ya Sharqiy Turkiston Yoshlar Qurultayı tayyorlamadi. Bir qancha tashkilotlar birlikda qildik. Shunga oldimizda 2 narsa bo'ldi. Birinchisi xalq harakati. Bu ish qaysi tashkilotning ishi emas. Xalq uchun biz bir imzo to'plash kampaniyasi hazırladik. Qarindoshlarimizning bununla imzo qo'yishini umid qilamiz. Men shu videodan keyin linkini Sharqiy Turkiston Yoshlar Qurultayiga ve o'zimning betiq chiqarib qo'yman ve başka teşkilatlarımı çıkırdı inşallah. Bununla minglarcha imza kerak qarindoshlar bizga. Agar biz minglarcha imza bilan bu imza to'plashning nimasi shu? Mavzusi shu. Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'urlarning umumiy manfaatiga ve arzusiga vakillik qilmaydi. Çünkü bularda demokratik nimi yok, sistem yok. Xalqning xalq adamları saylandığı iş yok. Yana birisi Uyg'urlar mustaqillik xalaydi, ama Dünya Uyghur Qurultayı onu demayapti. Shuning uchun bizning umumiy manfaatimizga vakillik qilmaydigan bu tashkilotning xalqaro sahnalarda o'zi bilganini qilish, bizni indigenous people qilib qo'yish ve chet ellikning oldiga borganda xijil olmay, izzat atmay, xalqdan qo'rqmay avtonomiya alimiz deyishiga xatim beralamiz qarindoshlar. Bizga minglarcha, 10 minglarcha imzo kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Hech qaysidan ozlik qilmaydi. Bir ovoz emisi hisob. Shuning uchun bu imzo to'plash kampaniyasi xalqning harakati, hech qanday tashkilotning emas. Bu boshlangandan keyin boshqa mushu indigenous people voqeasidan keyin chiqqan sharmanda dokladlardagi xatlarni ko'rib, tini shurkangan, bularning chiroyi qarab tukagisi kelgan,
barlıq xalqның, cemaat erbaplarının ve teşkilat rehberlerinin bu hareketke koşuluşunu ve halkımızga rağbet bulunduğun şekilde halkımızın yenide turşunu ümit kılman. Çünkü bu halk hareketi yapay deydim de hiç qanday teşkilatның emas. Bu hareketning egisi halk. Biz faqat İngilizce bütün menbalar iniq berilgan holda İngilizce ve Uygurca bunu tayyorladik. Endi qolgan ish bu narsa yoki bu ishning egisi xalqimiz. Shunga xalqimizning bir ovozmi ozlaqmaydi qarindoshlar. Atrofingizdagilarni, uyingizdagilarni, do'st birodarlaringlarni safarbar qilib bu imzoni yetkazib o'tganlarga ishinaman. Endi bu imzo to'plangandan keyin nima ish bo'ldi desanglar, Dünya Uyghur Qurultiyi kirib avtonomiya alamiz degan yerlarda u chetalliklar bulog'i deydi. Sen Uyg'urlar vakillik qilgan birdan bir tashkilot emaskansan. Sen avtonomiyachi tashkilotkansa deydi. Endi ikkinchi qadam nima bo'ldi? Ikkinchi qadamda Dünya Uyghur Qurultiyining yeniqida alternativ shaklda Abayman degan Andrews Kodek odamlar Xitoyni parchalash kerak degan odamlar Uyg'urlar asli mustaqillik oladiga Uyg'urlarning mustaqillik olamiz degan tashkilotlar malaka digidek shaklda yana bir alternativ xalqaro tashkilotlar birligini shakllantiramiz inshaalloh. Ya'ni dunyoga yana bir tanlash beramiz. Xitoyni demokratiyalashtirib tijorat qildiganlaring oyaga bor. Xitoyni parchalab davlat, shu 5 davlatni chiqarib Xitoyni parchalaymiz deydiganlar biz bilan ko'rishinglar, biz mustaqillik uchun o'lishga tayyor deymiz. Şunun bilen bu Dünya Uyghur Qurultiyining 20 necha yillik bu da'voga qilib olgan monopoliyasi, bu da'voda boshqa odamni gapga uzmaydigan, chet ellikning oldiga bosib boshqalarni chaqadigan xumsuluq qiliqlarga xotim beramiz. Men sizlarga qarindoshlar bu yerda 3 tane narsani deb berayim. Birincisi 2019-yili men strategiya yig'iniga borgan vaqtimda ashiyadagilarning hammasining oldida o vaqtda Salih Xudoyorlarni hech kimni tonimaymiz. Aşı yığında ben Dolqun İsa Efendimdim, hemmisinin aldıda sordum. Salih Xudoyorni birisi çıkıp e-mail yazıptı, e-mail torgu çıketti ve Salih Xudoyorni çaqqallık sebebinden bir yığın qatnaştırmaptı. Kim çaktı Salih Xudoyorni dedim. Desem Dolqun İsa Efendim, Ömer Kanat dedi. Hemmisinin aldıda. Bu bir. İkincisi qarindoshlar, mushu Volkswagen meselesi mi? Amaliyotda Volkswagen hareketining qimmati, ahamiyatini tushunganlar tushundi, tushunmaganlar tushunmadi. Hozir hammalar har xil harakatlarni qilyapmiz. Oilam qini deb chiqqan qarindoshlar va chidir qurayotgan tashkilotlar va yana boshqalar bor. Ammo Sharq Turkistonga tekshirish ummiga avatgan hozirgacha faqat bir harakat bor. Volkswagen hareketi. Aşı Volkswagen'ni 14 teşkilatның birlikte dünyanın 36 noktasında birlikte 6 ay qılğanda Volkswagen şirketi biz öyle görüşüp bizning talabimiz bo'yicha Ürümchiga tekshirish o'miga avatdi ve bir doklad tayyorlab qaytib keldi. Ammo ish neydi buzildi bilamsizlar qarindoshlar? Uyg'urlarning vakili biz Volkswagen ishiningmi beshida biz va deb Amerikada 2 nafar qo'jam Volkswagen bilan aloqa qildi. Volkswagen bizden sordu. Biz Volkswagen'ın xalqarалық müşta ariz şikayet işlerinde şu işlerge mesul en senior officials yani en yukarı adamı bilen görüşüyattık. Ama işe hocam kirip vekil biz degandiki Volkswagen bizden sordu. Bulan tonamsızlar dedi. Ya biz tonmayız bu bizden harekette bula yok degandikin Volkswagen Uygurlarning bu Volkswagen namoyishida bir emasligi parcha ishkanligini bilib qolgandikanlar ustaldan qo'pib ketdi. Urumchidan yezib kelgan dokladni asli bizga bermoqchidi, ashada dokladni bermay qochib ketdi. Ya'ni Uyg'urlarga vakillik qilgan tashkilot Volkswagen ishini buzdi. Hamda men sizlarga 3-chisini deb beray qarindoshlar. Hammanglar bilasizlar, Amerika Pokistonda qo'lga olingan ya tutib setib etilgan qarindoshlarimizdan 22'ni Guantanamo türmesinde yıllarca tutuptu. Ve bulardan keyinchi qo'yib berishga boshlab Albaniyaga 5'ni, Shveysariyaga 2'ni, Bermudaga 5'ni ve Avustraliyaning yendiki
nimaga palav orlig'a oltin qo'yib berdi. Va bu qarindoshlarimiz 2010 yilga demak xato bo'lishi mumkin. Qo'yib berilgandan keyin biz Avstraliyada çünkü palav qarindoshlar 20 ming nüfusi var. Dengizning o'rtasidagi bir orol. Endi ulardagi dengiz kulturi bo'lg'achqa, hamma odamlar yalang'och yo yarim yalang'och yuradigan bir davlat endi. Shuning uchun bizning bu Guantanamo turmusida yetib chiqqan qarindoshlarımızın diniy hassosiyatlari, o'zining diniy kimligiga bo'lgan ega chiqishi va o'zining diniy kimligi bilan yashash uchun bu orol mos kelmaydi. U yerda 30 ming 40 lam Taylanddan kelgan musulmonlar bor ekan shu vaqtida. Keçirsizlar 300 dek, 30 dedim ben. Şunun bilan biz bu qarindoshlarimizni Avstraliyaga akvalayli deb bir qanchamiz bu yo'lda mangdiq. Minib aldı bilan gazetga xabarlarni chiqardik Avstraliyalik Uyg'urlar. Bir Palavdagi 6 Uyg'urni akvilishni xohlaymiz deb bir g'ulg'ul boshladik. Aldı bilan gazetga chiqdik. Ondan keyin radiolarda so'zladik va oxirsida SBS kanalda Avstraliyaning eng chong kanallaridan birisida bunun film işlendi 28 min 30 minutluk. YouTube'ga Uyghurs in Paradise deb yazsanlar çıkıyordu. Şu filmnin işleniş jarayoniga men qatnaşdım. Bunda astidan ustiga qarab shakllanayotgan bu bisimlar sababidan oxiri Avstraliyaning bosh ministri shu vaqtdagi Kevin Rudd buningga inkas qaytardi. Va degan gapi shu. Bu Uyg'urlar vizaga iltimos qilsin, birdan qarab chiqamiz. Vize işini. Bunu televizorda mı dedi? Keyin biz bu işini başlagan iş küçümüzden başkalar Sydney, men turayotgan Sydney degan shahardan ko'chib ketib qolib, bu ishning oxiri 2011 yillari menga qoldi va menga xat keldi. Xat kelganda shu viza ishi iltimos qilsin dedi. Va 2019 yil shuni bildimki, qarindoshlar, ularning 6 Uyg'urning kep qalsa Avstraliyaga tahdid bo'lamdi degan bexatarlik tekshirishi Canberradagi Nurgul Saud xonimning oldiga beribdi ekan, ya'ni shu tarjimonlik qilib, shularning arxivini ratlaydiganga Nurgul xonim qatnashibdi ekan. Va bu qarindoshlarimiz Avstraliyaga tahdid emas deb tekshirishda o'tib bo'libdi ekan. Shuning bilan bizga kelgan yana bir qadam nima, ya'ni ish 95% bitdi. En ahırsız qağa işini desanglar, 6 Uyg'urga Avstraliya kelsa 5 aile, birisiga 5 aile 2 yilgacha bular ishlabgacha iqtisodiy jihatdan bularga yordam qiladigan 30 aile kerak. 6 odamga 5 har birisiga. Shu bilan biz buni tashkilotchilarga bildirdik. Shu Dunyo Uyg'ur quruqligining a'zo tashkiloti. Mushta yeriga keldi degan shaklda bildirdik. Chunki bizning yenimizda unda 30 aile yo'qdi. Nima oldu bilamizlar qarindoshlar? Shu ish buzilib ketdi. 6 Uyg'ur kelanmadi Avstraliyaga. Hozirgacha Palavda qoldi. Ya Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'zining va yerdagi cho'moqchi tashkilotlarining bizdan boshqa odam ish qilsa bo'lmaydi degan shakldagi cheqishtirishi bilan Palavda 6 Uyg'ur qoldi. Buni men tunji qitim oshkorlayapman. 2011 yildan hozirgacha 10 yil bo'ldi. Shuning uchun aziz vatandaşlar, qarindoshlar, bu to'xtatish kerak. Bu birisini chaqadigan, Uyg'urga biz vakil deb o'tirg'i chiqib olib, Yevropada birlarining viza yo'lini kesadigan, Turkiyada birlarini cheqib so'latadigan bu ishlar tugish kerak. Bu ishlar bizning mushu xalqning o'rnidan qo'pishuli tugaydi. Chunki bu da'voning egisi qandaydir bir o'zini o'zi saylab olgan tashkilotlar emas, dedim qarindoshlarim. Bu da'voning egisi xalq. Şunun için aziz qarindoshlar, o imzani yığsanlar nima bo'ldi? Nima gibi faydası bo'ladi? Bütün dunyoga shuni jakarlaymiz ki, o'zini o'zi saylab olgan, o'zidan boshqa odam ish qilsa yo'lini to'sab kesadigan bu odamlar Uyg'urlarga vakillik qilmaydi. Ular avtonomiyani oldiga olsa o'zi berib olsin. Xitoyni quchoqlab yashaydigan olsa o'zi quchoqlab yashsin. Ammo biz Şarkı Türkistanlıklar ve Uygurlar onu xalamaymiz deb o'rnimizdan qo'pidigan vaqt keldi qarindoshlar. O'rnimizdan qo'pimiz ve dunyoga bu mesajni berimiz. Ondan keyin dunyoda bütün Uyg'urga vakillik qilmay, hatta terrorchi, qaraqchi deb chiqishtirish tugaydi. Şarkı Türkistanning mustaqilligi degan tashkilotlarning
yo'li ichiladi xalqaro sahnada. Buni xalq ichib beralasizlar, qarindoshlar. Davamlı qaqshab bu o'yli mustaqillikka amal yo'qmi, mustaqillikka amal yo'qmi, toshbaqa gumpusini shiltidiki, beziribli turvalki, ko'dinglar qarindoshlar bu qitim. Qanchalik bez, qanchalik qashangligini ko'dinglar. Shuning uchun buni tugitimiz. Oldi bilan biz chet elda bir inqilob qilib, bu monopollikdan chet eldagi xalqimizni bir qutuldiraylikki, hammamiz birlikda vatanimizni mustaqil qilib, vatandagi qarindoshlarimizni qutuldirishga tirishaylik. Ya'ni mustaqillik degan quruq gap. Vatandagi lagerdagilarni qutuldirish kerak. Lagerdan qancha odamni qutuldirding hozirgacha? Sening mengayotgan yo'lingda lagerdagilar qutulamdi, o'zinglar ishinamsizlar shunga. Masalan, Dolqin Aysa apandim ekranda ochiq deb bo'ldi. Bir agar Sharq Turkistonni mustaqil qila olsa, men putini yuvib qo'yishga tayyor dedi. Ya'ni Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarni mustaqil qilamiz deydigan plani yo'q, uningga ishonmaydi. Agarda birisi chiqib qila olaman desa, putini yuvib qo'yishga tayyor u. Tamam, u gapda, ya'ni u yanchiqda mustaqil qilinmaydi, tamam. Ammo hozir qilayotgan ishi bilan lager taqiy oladiganini ishonamsizlar? Shuning uchun o'zining nima ish qilayotganini bilmaydigan, ashaga chiqib o'tirib olib, shu xalqdan pul to'plab, o pulning hisobini bermay, mesela lagerdagilarni qutuldirish kerak deb jop so'zlayotgan qarinishim. Uyingizdagi cho'nglar 2 yilning oldida Avstraliyaga kelib, lager taqab birman, men tuqudinglarni chiqib birman deb $126 ming yig'ib ketdi. Hisobini bering ana. Qancha Uyg'urni qutqazdi shu pulga? Shuning uchun qarindoshlar, aziz vatandoshlar, bir xalq harakati boshlaymiz. Men shu videoni tugatgandan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga va o'zimning hisobiga chiqarib qo'yma. Keng ko'lamda taqishinglarni va uningga imzo qo'yishinglarni umid qilma. Butunlay to'g'ri imzo qo'ysizlar, burunqi to'g'ridagi imzolardek bir emailinglar ketadi. Cho'qim o'zinglarning rost ismini shiltinglar. Agarda sistema alias shiltidiganda oldiga ko'rinadigan ism shiltib, ammo rost ismlarni saqlaydigan bo'lsa, cho'qim rost ismlarni beringlar. Chunki bu ish yolg'on ismlar bilan qilsak, u narsaning nimaga mashruligi yo'qolib ketadi. Albatta, birmi yolg'on ism bo'lmaydi demaymiz, ammo tushgan imzoning eng azda 95% rost bo'lsa, qolgan 5% Dünya Uyg'ur qurultiyining ish buzish uchun yolg'ondan qolgan ishi deb tushunamiz. Uni dunyomi to'g'ri tushunadi, chunki azroq yolg'onchilik kirib ketadi ishlarga. Shunga qarindoshlar, o'zinglarning ismi bilan qilinglar. Agarda o'zinglarning ismini keyniga app qilib, nimning ichida oldiga bir boshqacha alias deyilganda qo'shimcha shiltira ism belgili bo'lsa, shunda qilsanglar bo'ldi. Ammo rost bo'lsin. Bu bir, endi bu xalqimizning harakati inshaalloh atlik boshlaydi va bu mening ishim emas. Faqat bu kompyuter jihatdan vazifa menga chiqib qolg'achqa mening hisobimda chiqib qoldi va yoki faoliyat boshlab qo'ydim deganda mening hisobimda Dilyar Musoboy deb chiqishi mumkin. Ammo men qilayotgan ish emas. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi qilayotgan ish emas. Biz en azda 10 necha tashkilot bilan so'zlashdik, ko'rishdik va buni tashkilotlarning ishi emas, xalqning ishi qilib, xalq o'zi etmaydigan ish bu. Hech qanday tashkilotning ishi emas. Abay deganimdek, bu ishni to'g'ri ko'rgan tashkilot rahbarlarining, jamoat arboblarining, xalqning orasida so'zi o'tadigan, hurmatga sazovor kishilarning xuddi men hozir deganga o'xshash bu xalq harakatiga ilhom beradigan shaklda bir mushta videolarni ishlamdi yoki so'zlamdi, buningga xalqning yenida turishini umid qilaman. Endi ikkinchi ish mu yana shunga munosabatlik, endi bu ishning tashkilotlar qismi. Ya'ni tekstni chiqarib qo'ydik inglizcha va uyg'urcha. Bu tekstlarni o'qib, buning mazmunini o'qib, xalq imzo qo'ydi, ammo tashkilotlar o'qib, to'g'ri bizmi shunga qo'shilamiz. Dünya Uyg'ur qurultiyi bizning tashkilotimizga vakillik qilmaydi deydigan tashkilotlar hozirgacha xeyli ko'p sondagilar bizga deb bo'ldi, nimani o'qimay turiblar, bu qurultiy bizga vakillik qilmaydi, biz ayrim yoki mustaqil deb. Bu tashkilotlar hammamiz birlikda, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi buning ichida hammamiz birlikda logolarimizni chiqarib, bir shu imzoning tekstini bayonot shaklida dunyoga beramiz, inglizcha va uyg'urcha. Endi ba'zi qarindoshlar deydiki, bizning tashkilotimiz o'z oldiga mustaqil, shuning uchun bunday bir bayonot berishimizdan hojat yo'q. Biz zaten Dünya Uyg'ur qurultiyi bizga vakillik qilmaydi deydi. Yo'q, berishinglar kerak.
Chunki ashu biz Uyg'urchilik qilib, Uyg'urcha hal qilamiz deb, bular bizga vakillik qilmaydi. Shuning uchun biz demasakmi bo'laverdi, ular o'zi bildi degan bilan dunyo undan ko'maydi. Chunki dunyo Uyg'ur qurultiyi a tashkilotlarga men vakillik qilmayman, ular mustaqil deb bormaydi ularning oldiga. Men hammasiga vakillik qilmay deb boradi. Va tashkilotlarning biz mustaqil bo'lgandan keyin gapirmasakmi bizga vakillik qilmaydi degan sal qarish sababli bir inglizcha Dünya Uyghur Kurultayı bizga vakillik qilmaydi, biz mustaqil ayrim bir tashkilot, faqat qurultay bilan hamkorlashishga ishimiz bor deb inglizcha bildamigashga Dünya Uyghur Kurultayı bütün dunyoni aldab ketyapti. Shuning uchun ikkinchi ishimiz Dünya Uyghur Kurultayı bizga vakillik qilmaydi deydigan barliq tashkilotlar biz bilan Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayı bilan Facebook'tan aloqasanglar hozir jiq tashkilotlar bo'lib bo'ldik va 10 necha bo'lib bo'ldik deymay mening bilishimcha. Hammasining logosini qo'yib, ya'ni Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayı boshqalab qilayotgan ish emas. Xuddi Volkswagen namoyishini qanday qilib 14 tashkilot hamkorlashib, hammamiz birga qilgan bo'lsak, bu bayonotni hamma tashkilotlar birlashib, birlikda berimiz. Hammamizning logosi yanma-yan turdi va bu bayonot Dünya Uyghur Kurultayı'nın barliq tashkilotlarga vakillik qilolmaydiganligini dunyoga bildirdi. Bu yerda ham tashkilotlarga mening bir yurak so'zim va o'tgan bir qancha kundan beri ilib berilayotgan yepishnikandagi diplomatik suhbatlardan men rostdan desam bek suyundim. Haqiqatan hammanglardan Alloh razı olsun qarindoshlar. Bu da'voning siziqining, o'ttirdagi siziqining mustaqillikni ochiq deymiz degan o'ng qanoti bir yerga kelalaydi ekan qarindoshlar. Uyg'uristonchisimi bor buning ichida, Sharq Turkistonchisimi bor, yana birsimi bor, yana birsimi bor, hammamiz bir yerga kelalaydi ekanmiz. Va barliq tashkilotlarning biz logorimizni oldin berimiz, o'qishimizning hojati yo'q degan tashkilotlardan Alloh razı olsun. Ya'ni logolarni bizga berib atmaysizlar, hammamizning tang ishi bu. Biz faqat qog'oz ishini qilyapmiz. Shunga u meni buni deganti. Bu meni uni deganti. 5 kunning oldida u menga salom bermaganti. Bu mening menga qapog'ini turganti. Bularning hammani unutamiz qarindoshlar. Oldimizda bu imzo to'plash faoliyati bir oy davomlashadi. Endi ma tashkilotlarmi hammani unutamiz. Sharq Turkistonga mustaqillik, vatanimizga mustaqillik degan, Uyg'urlarga mustaqillik degan mushu so'z biz uchun birlashtiradigan yilim bo'ldi qarindoshlar hammamizga. Shuning uchun hammamiz birlikda hamma narsani ushaq-tushaq andavganti, mandavgantini unutib birlikda bayonot beramiz va xalqimizning bu imzoga shu imzoga yetkazish uchun yoki eng ko'p sonda yig'ishi uchun xalqimizning yenida xalqimiz bilan birga turadiganliglarga ishinaman. Endi eng oxirgi so'zim bu qitimqi bu imzo to'plash va bayonot berish harakati tarixda bir burilish nuqtasi oldu bu davanın. Ve şu sızakның o'ng tarafida tutuq mu yoki sol tarafida tutuq mu? Eyliqi bir çömölning hikoyasi var bu. Keyin mening qayoq tutug'im aniq oldu deydigan. Bu naq shu masala qarindoshlar. Bu sızakның ya o'ng tarafida ya sol tarafida turimiz, tashkilotlar ya shaxslar va tarix bunu unutmaydi. Shuning uchun hammanglarga rahmat aytaman qarindoshlar. Men hozir buni o'chagandan keyin shu imzo to'plashning adresini Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayyi va o'zimning betimda chiqarib qo'yman. Ondan keyin boshqa tashkilotlarni chiqardi deb o'ylayman. Barliq qarindoshlarning keng turda taqtishini va imzo qo'yishini umid qilaman. Bugun imzo to'plash faoliyati boshlandi. Tashkilotlar shuning tekstini o'qib, biz mushunga qo'shilamiz degan tashkilotlar logolarni avatinglar. Logolar bilan tashkilotlarning qildigan bayonot berdigan ishi bir qancha kun ichida boshlaydi. Biz hozirdan boshlab qo'limizda hozir logolarni avatib biz mushunga qo'shilamiz, mush bayonotni birga berimiz. Tekstni o'qimay turib, mush da'voda mushak kelgan bo'lsa, mustaqil chop ayrilib chiqamiz deb tayyorlayotganlarga ishinib, tekstni o'qimay turib logosini berib qo'ygan tashkilotlarimiz ani bir o'qsin, hammalarga rahmat aytamiz.
ve başka teşkilatlar tekstini okup ona ki men avatiman deydigan teşkilatlar hazır chiqqan narsaning tekstini o'qib logoringlarni avatishinglarni umid qilamiz va tarixning oldida hammamiz qo'lni qo'lga tutib to'g'ri yerda turimiz deb ishinaman. Hammalarga rahmat qarindoshlar.